Uyalgan odam och qoladi deydi-yu. Mana shu gap. Assalomu alaykum Abduxob aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Aka, har doim ko'rishganimda o'zimga ham ko'p savollar bo'ladi. Kommentariyada ham ko'p savol javoblar keladi. O'shalardan o'zim saralab olganlarim bor edi. O'shalarni sizga bermoqchi edim aka. Bo'yi uzun bo'lishi hayotda pluslari va minuslari bo'lishi mumkin. Sizda qaysi biri? Bo'yi uzun bo'lishi krasavchik bo'ladi-da, bo'yi uzun bo'lsa. Bodybuildingda lekin vaqti qiyin. Muskullar uzun, mana Zubayr o'zi ham biladi, trenovka qiladi, massa olish qiyinmi? Musobaqada ham shunaqa, bizda muskullar uzun-ku, uni paka yig'guncha odam charchab ketadi, shuning uchun lekin bitta yig'ib olsa, vaqti zo'r ko'rinadi, mana shu pluslari bor. Keyin kiyimlar zo'r turadi. Bo'yi balandlar biladi buni. Bo'yi pastlarga hech qanaqa pretenziya yo'q. Bo'yi balandlar krasavchik bo'ladi baribir. Nice. O'zini ustida ishlamayotgan bolalar hozir juda ham ko'p. Ular haqida nima deysiz? Qanaqadir tavsiyalaringiz bo'lsa? Men har doim aytganman, hammani ikkita qo'li, ikkita oyog'i bo'ladi. Xuddi bizdagi men qilgan narsani sizlar ham bemalol qila olasizlar. Biz chempion bo'lib tug'ilmaganmiz yoki tug'ma sportsmen bo'lib, hani yoshlikdan zo'r bo'lmaganmiz, biz ham harakat qilganmiz, zo'r bo'lgan. Sizlar ham uyalmanglar ko'rinishdan, ozg'inmisizlar, semizmisizlar, kelib rezultat qilinglar. O'sha ozgina rezultat ko'rasizlar-yu, motivatsiya bo'lib ketadi. Ketdi, shu bilan to'xtamaydi. Shu sport bilan shug'ullaninglar, uyalmanglar, glavniysi uyalmaslik. Uyalgan odam och qoladi deydi-yu. Mana shu gap. Uyalmasdan bosavering. Aka, rahmat. Hamma savollarga javob oldik. Rahmat. Xudo xohlasa keyingi safar qaysi sportsmen bilan savol javob qilishimizdan xohlaysizlar kommentariyada yozib qo'yinglar.